31 ta elektromontaj. Atigi 15 kun ichida mana shunday go'zal suratda tugadi. Ishlatilgan tunikaning kvadrati 523 kvadratni tashkil qildi. Uyingizga kirganda kayfiyatni ko'taradigan bir muhit sizlarga qilib beramiz. Shunchaki telefon emas. Balkim 400 ga yaqin mana shunday katta xonadonlarda muvaffaqiyatli zo'r qilib telefonlar tugatganmiz. Ushbu obyektimiz ishlatilgan tunikaning kvadrati 523 kvadratni tashkil qildi. Bundan tashqari 31 ta elektromontaj, 5 ta vodostoyka hammasiga jami 15 kun ichiga. Atigi 15 kun ichida mana shu joylarni to'liq qilib tugatib egasiga topshirdik. Egasi minnatdor. Egalari haqiqatan addushi rozi bo'lib pullarni beryapti. Xudo xolasa mana shunday sizlarni ham uylaringizni chiroyli turkafon qilmoqchi bo'lsanglar, har qanaqa dizayn bizga farqi yo'q. Xohlagan dizayn ko'rsatsanglar, inshaalloh chiroyli qilib uylaringizni turkafon qilib beramiz. Tashqaridan kirar ekansiz, boshqacha bir atmosfera. Uyingizga kirganda kayfiyatni ko'taradigan bir muhit sizlarga qilib beramiz. Shunchaki turkafon emas. Jamoamiz bilan birga butun tashqi fasad ishlari, turkafon, kafel, traventin, xullas hammasini qilishni yo'lga qo'yganmiz. Turkasozlik sohasida 17 yillik tajribaga egaman. Jamoamiz bilan biz ushbu xonadonni salkam 84 million so'mlik turkafonlarni muvaffaqiyatli qilib tugatdik. Biz 2019-yildan bu yog'iga salkam 400 ga yaqin mana shunday katta xonadonlarda muvaffaqiyatli zo'r qilib turkafonlar tugatganmiz. Biz o'zimizning manzilimiz Samarqanddan, lekin xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab amalga oshiriladi. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, bemalol Telegram, WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Endi ushbu salkam 84 millionga bitgan ishimiz haqida batafsilroq ma'lumot beradigan bo'lsam, ushbu manzilimiz Samarqand viloyati Pazarg'om tumani Charxinda Gullakandos mahallasida Sherzod akamiz xonadonida qildik. Ushbu uyimizni ko'rib turganlaringizda juda ham ayvonlari, darvozaxonalari katta, ko'p. Mana shu joyda hammasiga ishlatilgan tunikaning kvadrati 523 kvadrat bo'ldi. Mana shu joyda umumiy 1 kvadrati, rasxod metal 1 kvadrati bu akamiz bizga begona emas. Juda ham ko'p uylarni turkafon qildirgan qarindoshlar, Zarf akamizni kuyovi bo'lar. Zarf akamiz bilan qalin aka-ukamiz. O'sha uchun biz 160 ming so'mdan qilib berdik. Hamma xarajati ichida, ya'ni usta haqqi va mahsulotlar. Tunikasiga keladigan bo'lsak, azizlar, biz tunikalarni ishlatishda asosan sifatli mahsulotlar ishlatamiz. Sababi buncha xarajatni qilgan odam o'zlaring bilasizlar 1 yil, 2 yillik maqsad bilan qilmaydi. Bir uyni qurgandan keyin bir patolog qilsa shu bilan qoladi. Ya'ni 20 yil, 30 yil ketish kerak. O'shani bizlar inobatga olgan holda pulga qiziqib, arzon tunikalardan olmasdan yaxshi sifatli tunikalar oldik. Yaxshi sifatli tunikalar ko'p. Bularning ichida masalan Rossiyani tunikalari yoki bo'lmasa Xitoyning eng qimmat tunikalari bor. Bularning ichida eng ishonchlisi o'zimizning Toshkent metallurgiya zavodi tunikasi. Sababi TMZ tunika bu 10 yilga ofitsialniy garantiya berishi bilan bir qatorda tunikaning ustidagi polimer, ya'ni kraskasi sifatli hamda qalin. Boshqa tunikalarga nisbatan arzoniga uchib, yomon tunikadan uyingizni tunikafon qildirib yoki krishalarni yopib, erta rangi o'chib ketib, shuncha bergan pulingizga afsus qilmaslik uchun oldindan shu narsalarni tayyorgarligini ko'rib, sal qimmatroq bo'lsa ham sifatli mahsulotlar ishlatishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Mana shu xonadonimizni tunikafon qilishlikda tagiga qo'yilgan karkazlari yog'och rekadan emas, metall profildan qilganmiz, azizlar. Metall profilda farqi shundaki, masalan, 1 kvadrat joyga 3 metr reka ishlatilsa, 3 metr profil ishlatiladi, ikkalasi ham bir xil ketadi. Reka narxi 3 mingdan bo'lsa, 3 metringiz 6 ming bo'ladi. Tunikani metr 5 ming so'mdan bo'lsa, 3 metr 15 ming bo'ladi. O'rtadagi raziyasi 6 ming so'm bo'ladi. Oddiy, prosta raziyasi. Endi masalan sifatli tunika bilan sifatsiz tunika o'rtasida 2 ming, 3 ming, 4 minggacha raziyasi qiladi. Endi shu narsalar hammasini inobatga olasizlar. Bundan tashqari yana bitta narsani eslatib o'taman. Biz tunikafon qilganda hamma joyini tunikalarimiz, qaymoq tunikalar ko'rib turibsizlar, hamma joy bir xil qalinlikda 35 likda bo'lgan, ba'zi joyi yupqa, ba'zi joyi qalin emas, bir xil qilamiz. Shunga odatlanganmiz. Xudo xolasa tunikafon qildiradigan bo'lsangizlar, uzoq yillik strategiyani
ko'zlagan holda biz mana shu narsalarni yo'lga qo'ydik azizlar. Agar ishlarimizni ko'ring, agar ishlarimiz sizga ham yoqqan bo'lsa, mana shu mahoratli usta yigitlarimizning mehnatini bitta like bilan qo'llab-quvvatlanglar va tunikafon qilmoqchi bo'lib yurgan aka-ukalarimizga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Hozirgi kunda tunikafonlarimizning narxi 12-13 dollardan qilyapmiz. To'g'ri, 10-11 dollarlik tunikafonlar ham bor. Bundan qimmatlari ham bor. Qo'ng'iroq qilsanglar, buni sabablarini sizlarga tushuntirib, uylaringizda alohida bepul sizlar uchun hisob-kitob qilib beramiz. Agar narxlarimiz sizlarga ma'qul bo'lsa, keyin yigitlarimizni jo'natib, uylaringizni zamir qilib, ishlaringizni boshlashingiz mumkin. Eslatib o'taman, xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Xudo xolasa yaqinda Vodiyda ham ishlarimizni oldik. Vodiyda ham ishlarimizni yo'lga qo'ydik, boshladik. Toshkent shahrida bemalol pastdagi raqamlar orqali bizga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishlaringiz mumkin. Joyda rasmi, joyda razmerlari va o'zingizga yoqqan fasonni tashlab bersangizlar, mana shu joy necha pulga bitishini batamom hisoblab beramiz. Keyin shunga qarab siz qildirish, qildirmaslik o'ylab ko'rasiz. Agar ma'qul bo'lsa, qilib berishimiz mumkin. Agar sizlarga ham ishlarimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.